Boy bo'lishni istasangiz, avval ichingizdagi doimiy xavotirni kamaytiring. Chunki xavotirli odam bu tarqoq odam. U imkoniyatlarni ko'radi, ammo ular bilan foydalanish uchun resursi yetmaydi. Va bugun meni taklifim sizga bu xavotirni pasaytiradigan bitta meditatsiyani qilib ko'raylik. Hozir ko'zingizni yuming. Va 6 marta biz chuqur nafas olishni boshlaymiz. Burnimiz bilan nafas olinadi, og'zimiz bilan esa nafas chiqariladi. Juda chuqur nafas. Va hozir tanangizda ulkan, qora, og'ir arqonni tasavvur qiling. Bu arqon uzoq vaqt davomida to'plangan stress belgisi. Va endi uning uchini qorningizdan ushlab, asta-sekin tashqariga torting. Chuqur nafas oling. Burnimiz bilan nafas olinadi, og'zimiz bilan nafas chiqariladi va albatta arqonni tashqariga torting, qorin qismidan. Arqon tanangizdan butunlay chiqib ketgan sari yengillikni his qiling. Agar meditatsiyani to'liq versiyasini sotib olmoqchi bo'lsangiz, har kuni tinglash va bo'shashish uchun albatta direktga yozing.